Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizani kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda 2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy, binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat. 2 qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan birinchi va ikkinchi qavat, xonalarning soni 6 ta bo'lyapti. Hol tarafdan shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan uy. Zeleniy zona uchun joylari ajratilgan va darvoza orqali hovliga kirganimizda bitta mashina sig'adiganlik joy mo'ljalga olingan. Endi uy ichiga kiramiz. Birinchi qavatda oshxona, hol, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Uyga kirishimiz bilan chap tarafimizda hol bo'lyapti. O'ng tarafimizda oshxona. Bu joyda zal joylashgan. Mana shunaqa ko'rinishdagi zalda qo'shni devorlar 2 metr tashlab imorat ko'tarilgan. Zal razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu uyga joylashgan manzili Mirzo Ulug'bek rayon, orientir Alisherobod. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona razmeri 5 ga 3,5 va bu joyda birinchi qavatda joylashgan umumiy sanuzel. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. İkinci qavatga ko'tarishimiz bilan o'ng tarafda ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel joylashgan. Uni oldida bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda yana bitta xona joylashgan. Bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi va ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda chap tarafimizda ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Bu xonadan balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Garderob uchun joylar qoldirilgan, shu ko'rsatgan joyda stroyli shkaf yasatsa bo'ladi. Shu hisobga olingan. Ota-onalar yotoqxonasida joylashgan sanuzel. Bu xonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr. İkinci qavatda joylashgan 4-chi xonaga kirib keldik. Mana shunaqa ko'rinishda bolalar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Bu ko'rsatgan uyimiz Mirzo Ulug'bek rayon, Alisherobodda joylashgan 2 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat. Xonalarning soni 6 ta bo'ldi. Narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.